Hop. Demak, umumiy kecha hech narsani o'chirmagan ekanman-da. Bacteriya. Hop. Demak, bugungi mavzuyimiz poliploidiya. Tayyor bo'lsangiz, demak, mavzuni boshladik. Demak, poliploidiya nima o'zi? Poli degani ko'p degani umumiy, demak, xromosomalarni karra ortishi bu poliploidiya. Odatda normal holatdagi organizm hujayrasi, ya'ni somatik hujayrasi, jinsiy hujayradan tashqari diploid to'plamga ega bo'ladi, ya'ni ikki n to'plamni o'zida saqlaydi. Tirik organizmlarni somatik hujayrasi. Ana endi ular o'zgarishi mumkin. Karra ortishi natijasida 4n ga o'zgarishi mumkin, yoki 3 karra ortadigan bo'lsa 6n ga, yoki 4 karra ortadigan bo'lsa 8n gacha o'zgarishi mumkin bo'ladi. Xo'p, poliploidiyani umumiy holatda kitobimizda yozib ketgan qanday amalga oshiriladi? Bilamizki, olcha o'simligi hamda tog'olcha o'simligini ma'lumotini berib ketgan, ya'ni n-tasi olcha o'simligida, n-da tog'olcha o'simligida. Mana bu 16, mana bunisi 8, ya'ni mana bu tog' olcha, n to'plami, ya'ni gaploid to'plami 16 ga teng bo'lsa, bu olcha o'simligi hisoblanadi. Va mana shu ikkala o'simlikni duragaylash natijasida n to'plami 24 ta xromosomaga ega bo'lgan olxo'ri o'simligi olinadi. Olxo'ri o'simligi olinadi va mana shu olxo'ri o'simligi lekin yakunda nasl bermaydi. Mana shu nasl berishi uchun buni xromosomasini 2 karra orttirish kerak bo'ladi. Ya'ni 48 taga yetgan xromosomaga ega olxo'ri o'simligi endi nasldor hisoblanadi. Ya'ni karra orttirish. Mana shu narsa poliploidiya. Endi mana bu 24 ta xromosomani aynan 48 taga yetkazish uchun nima qilish kerak? 48 taga yetkazish uchun bilamiz, hujayrani bo'linish anafazasida bo'linish urchug'ini duki xromosomalarni aynan mana bu holatda mikronaychalar orqali qutblarga tomon tortish kerak edi. Qutblarga tortish kerak edi va natijada xromosoma aynan metafazada 2n to'plamda edi, lekin anafazaga borib 4n to'plamga o'tib qoladi. Ya'ni xromosomalar karra 2 karra ortishi natijasida 4n ga o'tib qoladi. Endi aynan bu hujayra telofazaga o'tgandan keyin 2n to'plamga ega bo'lgan ikkita hujayrani hosil qiladi. Mana 2n to'plamga ega bo'lgan. Aynan mana shu bo'linish urchug'ini dukuni vazifasini uzish maqsadida mana shu hujayraga kolxitsin degan modda tomiziladi. Kolxitsin degan modda tomiziladi. Kolxitsin endi bo'linish urchug'ini funksiyasini buzib qo'yib, bu hujayra 4n ligicha qolib ketadi. Shuni hisobiga mana bu 2n lik to'plam 4n ligicha qolib ketadi. Bu endi poliploid formaga organizm va bu genetik nuqtai nazardan faol bo'ladi. Chunki bu nasl qoldira oladi. Lekin mana bu olxo'ri o'simlik nofaol hisoblanadi. Nofaol hisoblanadi. Mana shu yo'l bilan poliploid navlar bevosita yaratiladi. Ya'ni 2n to'plamdan karra orttirish 4n, 6n, 8n. Poliploid formalar masalan o'simliklarda xrizantiyamada 18, 36, 90 ta xromosomali, ya'ni 18 to'plami 2n bo'ladigan bo'lsa, 4n ya'ni tetraploid to'plami, 6n bu geksaploid to'plami, 8n bu oktaploid to'plam hisoblanadi. Demak, bularni yozib qo'yamiz. Mana bu hammamiz bilamiz diploid to'plam. Diploid to'plam.
Xo'p, mana bunisi tetraploid to'plam. Tetraploid to'plam va mana bu geksaploid to'plam. Geksaploid to'plam va mana bunisi oktaploid to'plam, ya'ni 8n. O'zida 8n saqlaydi. Xuddi murtak xaltasiga o'xshash 8 ta yadro bo'ladi-ku. Xo'p, mana bu ikki to'plam har doim masalalarda tushib kelgan shu paytgacha, lekin 4n poliploid formani topish aynan yanvar oyida tushdi. Yanvar oyi sertifikat imtihonida tushgan bo'lsa, 6n to'plam, ya'ni geksaploid to'plam bu mart oyidagi, ya'ni 16-mart kunidagi sertifikat imtihonida tushdi. Endi mana bu 8n to'plami aynan may oyida tushishi mumkin. Lekin buni aniq tushadi deya olmayman. Lekin bunga ham biz tayyor bo'lishimiz kerak. 8n to'plam tushib qolish ehtimoli bor albatta. Xo'p, endi normal holatda mana bu ikki to'plamda heterozigot organizmda aynan katta A, kichik A gen bor deb hisoblaydigan bo'lsak va bu oddiy mana no'xat o'simligini hamma biladi. Sariq rangni keltirib chiqaradi. Katta A ni hisobiga mana bu kichik A si yashil rang. Endi qarang. Agar u ikki karra xromosomalarni orttiradigan bo'lsak genlarni, bu qanday bo'ladi? Mana shu katta A, kichik A dan ikkita bo'lib qoladi. Katta A, kichik A, katta A, kichik A. Mana. Bu endi tetraploid to'plamga aylanib qoldi. Xo'p, agar mana shu diploid to'plamni 3 karra orttiradigan bo'lsak, unda geksaploid to'plam bo'lib qoladi. Ya'ni 3 karra 3 marta katta A, kichik A, katta A, kichik A va katta A, kichik A holatda bo'ladi. Agar buni 4 karra orttiradigan bo'lsak diploid to'plamni, unda oktaploid to'plam katta A, kichik A, katta A, kichik A va katta A, kichik A, katta A, kichik A holatda. Demak, mana shu umumiy poliploid formalarni paydo bo'lishi, ya'ni sikl hisoblanadi. Ovozim hammaga yetib boryaptimi? Ya'ni shuncha gapirib, mavzuni tushuntirib, oxirida minus bo'lib qolmaylik. Ha yoki yo'q deb oling, iltimos. Xo'p, demak, ovozim hammaga yetib boryapti. Davom etamiz. Ana endi biz masalani shartida qiynalmasligimiz uchun mana bu genlarni ketma-ketligini o'zgartirib olamiz. Ya'ni katta A, kichik A buni o'zgartirish shart emas, lekin mana bunda ko'pchilik adashib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Ya'ni buni bundoq qilib yozsangiz bo'ladi. Katta A dominant belgilarni birinchi, ikkinchida mana kichik A holatda yoki mana bu holatni katta A, katta A, katta A 3 ta, kichik A, kichik A, kichik A. Aynan bu geksaploid to'plam. Xo'p, mana buni ham katta A, katta A, katta A, katta A, kichik A, kichik A, kichik A, kichik A. Mana endi bu oktaploid to'plam bo'ldi. Xo'p, umumiy mana shu yergacha agar tushungan bo'lsangiz, avval biz siz bilan yanvarda tushgan masalani ko'rib chiqamiz. Yanvar oyida qanday tushdi bu to'plam. Xo'p, menimcha adashmasam yanvar oyida bu D harfi bilan belgilangan holatda tushdi. Genlarni xohlagan harfingiz bilan belgilab olishingiz mumkin. Faqatgina qoidasi dominant genlar katta harflar bilan, retsessiv genlar esa kichik harflar bilan belgilab olasiz. Endi umumiy tetraploid organizm heterozigota holatda, diheterozigota holatda chatishtirilishi natijasida fenotip qanday bo'ladi? Savol. Qarang. Chatishtirilyapti ekan, demak, katta A, kichik A, ya'ni diheterozigota organizm o'zaro chatishtirildi. Katta A, kichik A. Aynan mana shu holatda bizning savolimizda tushyapti, fenotipik nisbat qanday va genotipik nisbat qanday bo'ladi? Va bu organizmdan qanday gameta olishimiz mumkin? Avval biz gameta olishni o'rganishimiz kerak. Gametani qanday olamiz? Demak, gameta olishda alohida o'rgatib ketaman. Qarang, katta A, kichik A holatda raqamlab olamiz. 1
2, 3 va 4. Ehtimollar nazariyasi formulasi bor. Teng. Qarang, retsessiv genlar tepada. 3 ko'paygan 4 va pastda dominant genlar 1 ko'paygan 2. Teng. 3 kara 4. Bu yerda 12. 1 kara 2 2. Teng. 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, demak bu organizmdan umumiy hisobda 6 ta gameta hosil bo'lar ekan. 6 ta gameta hosil bo'ladi. Demak 6 ta gameta hosil bo'ladi. Bu gametalarni biz qanday olamiz? Juda ko'pchilik menimcha bu gametalarni yoddan biladi, yodlab olgan, faqat buni qanday kelib chiqishini ham tushunishimiz kerak. Qarang. Endi mana buni kombinatsiya qilamiz. Birinchi hosil bo'ladigan gametamiz. Demak 1 bilan 2. Katta A va katta A. Birinchi gameta 1 va 2 oralig'ida bo'ladi. Ikkinchi gameta kichik A, kichik A. Bu demak 3 va 4-chi gametalarning o'zaro uchrashishi natijasida paydo bo'ladi. 3-chi hamda 4-chi. Ana endi keyingisi 3-chi kombinatsiyamizni yozamiz. 3-chisida biz 1 va 3 ni olamiz. Ya'ni 1 da nima turibdi? Katta A turibdi, 3 da kichik A turibdi. Demak, katta A va kichik A. 1 va 3-chi gametalar o'zaro uchrashadi. 4-chi gametani hosil qilamiz. 4-chi gametamizda endi 2-chi va 3-chi. Demak, 2 da katta A, 3-chida kichik A turibdi. Bu demak 2 va 3 ni uchrashishi. 5-chisi. 5-chi gameta qanday bo'ladi? 1 va 4 bo'ladi. Demak, 1 da katta A turibdi, 4-chida katta A turibdi. Demak, 1 va 4-chi gametalar uchrashadi. Va nihoyat 6-chi gameta. 6-chi gameta endi bizda faqatgina qoldi 2 va 4. 2 da katta A, 4 da kichik A. Umumiy hisobda 2 va 4-chi gametalar o'zaro uchrashadi. Endi buni umumiy genotipini yig'ib chiqadigan bo'lsak, necha xil genotip hosil bo'ladi va nechtadan hosil bo'ladi? Qarang. Xo'p, birinchisi. Demak, mana bu birinchi gameta. Katta A'dan faqatgina bitta hosil bo'lar ekan. Endi ikkinchisi. Mana ikkinchisi demak heterozigotalar. Nechta bor bizda? 1 bilan 3, 2 3, 1 4, 2 4. Demak 4 ta bor. 4 ta heterozigota gameta hosil bo'ladi. Va keyingisi bu mana bu gameta. Demak, bu yerda endi bitta hosil bo'ladi, kichik A holatda. Gametalarni qanday olishni tushunib oldingizmi hozir shu yerda? Xohlagan harfda kelsa ham, demak, gametani aynan mana shu holatda olishingiz kerak bo'ladi. Shu katta kichikni tushuntiring. Amrulloh, nimasini tushunmayapsiz? Katta kichik. Retsessiv genlarni dominant genlarga nisbatlab nechta gameta hosil bo'lishini bilib olishimiz mumkin-da. Bu formulasi bor, formulada. Endi boshidan vaqtimiz ketib qoladi. Darsni qayta ko'rib olasiz. Xo'p, ana endi qarang. Demak, biz gametani qanday hosil qilib olishni tushunib oldik. Diheterozigota organizmdan bitta gamozigotali, 4 ta heterozigotali va bitta gamozigota retsessiv genga ega bo'lgan gametalar hosil bo'ladi. Ikkinchi organizmdan ham aynan mana shu holatda hosil bo'ladi. Endi masalaning shartida bizda fenotip va genotipga nisbatlab berilganda yana qayta yozib olamiz. Qarang. Demak, bizda heterozigota organizmlar o'zaro chatishtirilyapti. Katta A, xo'p, katta A, kichik A va bu chatishtirilyapti. Katta A, kichik A holatda. Bundan gametani hosil qilar ekanmiz. Qarang, birinchi gametasi bitta katta A. Xo'p, demak 4 ta katta A, kichik A va bitta kichik A. Demak, bitta organizmning gametasini biz olib bo'ldik. Birinchi organizm gametasi olindi.
Ikkinchi organizmdan ham xuddi mana shu holatda gameta hosil bo'ladi. Qarang. Demak, bitta katta A, xo'p, to'rtta katta A, kichik a va bitta kichik a holatda demak gameta hosil bo'ladi. Endi mana shu gametalarni pennet katakchasiga tushirib olamiz. Hop, pennet katakchasida jami bizda 3 kara 3 9 ta organizm hosil bo'lishi kerak ekan. 9 ta organizm. Hop, demak, birinchisi katta A, katta A. Demak, 1 kara 1 bundan bor yo'g'i bitta hosil bo'lar ekan. Endi keyingisi katta A, kichik a. 1 kara 4. Demak, bundan 4 ta. Keyingisi katta A, kichik a. 1 kara 1 bundan ham bitta. Endi mana bu katta A, kichik a. Bundan 4 kara 1, demak bundan 4 ta. Xo'p, katta A, kichik a. Heterozigota 4 kara 4, demak 16 ta. Xo'p, bu bilan katta A, kichik a. 4 kara 1 bundan ham 4 ta hosil bo'ladi. Mana bu bilan katta A, kichik a. 1 kara 1 bitta va katta A, kichik a. 1 kara 4 4 va barchasi gomozigota retsessiv holatda 1 kara 1 bitta. Endi bu yerda fenotipik nisbat qanday bo'ladi? Aynan qarang. Aynan mana bu yerda biz no'xat o'simligini poliploid formasini oldik deb hisoblaydigan bo'lsak, sariq edi. Demak, mana bu ham ikkita dominant geni bo'lsa ham, bitta dominant geni bo'lsa ham baribir sariqligicha qolaveradi. Demak, bu yerda hozir sariq organizmlar sonini topib chiqadigan bo'lsak, demak, mana bu sariq, bu ham sariq, bu ham sariq, bu mana bu ham, mana bu ham, mana bu ham, mana bu ham. Demak, bir donasi umumiy yashil no'xat, qolgan hammasi demak sariq no'xat hisoblanadi. Bu yerda hozir fenotipik nisbat shunda. Demak, fenotipik nisbat bitta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 10 ta, 26 ta bo'ldi. 16 ni qo'ysak, mana bu bilan 30 ta, 31 ta, 35 ta. 35 ta sariq va bitta yashil. Demak, mana shunday hosil bo'ladi. Ana endi buni genotipik nisbat qanday bo'ladi? Genotipik nisbat. Demak, mana bu digomozigota dominant gametadan demak bitta hosil bo'ladi. Katta A holatda bitta hosil bo'ladi digomozigotadan. Endi uchta belgi bo'yicha, demak mana alohida belgilab olamiz, qarang. Uchta belgi bo'yicha dominant. Genotipik nisbat bitta, mana ikkinchisi. Demak, bundan 4 ta jami nechta hosil bo'lyapti? Bu yerda mana 8 ta hosil bo'lyapti. Uchta belgisi bo'yicha. Xo'p, keyingisi demak ikkita dominant gen bo'yicha bitta, mana bilan 17 ta, mana bilan 18 ta. Demak, 18 ta katta A, kichik a ligidan hosil bo'lyapti. Va endi qarab turing. Umumiy bitta dominant geni bo'yicha mana bu yerda bitta, mana bu yerda bitta bor. Demak, 4 ga 4 qo'ysak, demak yana 8 ta katta A, kichik a. Mana bu holatda va oxirida demak bitta barcha belgisi bo'yicha gomozigota retsessiv organizm hosil bo'lyapti. Demak, bu yerda hozir biz bilishimiz kerak, fenotipik nisbat 35 ga 1 ligini, genotipik nisbat 1 8 18 8 bir holatda ekanini aynan mana shu nimasini bilib olsangiz va gameta olish tartibini bilib olsangiz bo'ldi. Demak, yanvar oyidagi masalani siz hozir bemalol ko'rgan holatingizda ishlashingiz mumkin bo'ladi endi.
Demak, tetraploid nav haqidagisini hamma tushundi. Genotip 1, 8, 18, 8 bir to'g'ri. Nimasini hisobladingiz? Genotipik sifatni hisobladim hozir. 1, 8, 18, 8 birda. Kim qayeriga tushunmay qoldi? Demak, hamma tushundi. Ana endi sizlarga yangi topshiriq beriladi. Buni o'zingiz yozib chiqasiz. Demak, tasavvur qiling. Organizm diploid to'plamda edi. Diploid to'plamda edi. Endi u hujayra bo'linish anafazasida bo'linish urchig'ini buzilishi natijasida 2n dan 6n to'plamga o'zgardi. Va bu yerda necha xil gameta hosil bo'ladi va ular qanday nisbatda bo'ladi? Mana shuni yozishingiz kerak. Demak, organizm heterozigot holatda mana bu edi, lekin u mana bu holatga o'zgarib qoldi. Men sizga ehtimollik nazariyasi orqali topishni o'rgatdim. Demak, teng. Mana buni raqamlab olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retsivgellar tepada. 4 ko'paygan 5 ko'paygan 6. Pastda 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 teng. 4 kara 5 20. Ko'paytirsam, demak 120. Hop. 1 kara 2 2, 2 kara 3 6. 6 ni bo'ladigan bo'lsak, bu yerda jami 20 ta, demak, gameta hosil bo'lar ekan. 20 ta gameta hosil qiladi deb olamiz. Endi mana shu 20 ta gametani kombinatsiya qilib yozib chiqishingiz kerak. Buning uchun sizga taxminan 5 daqiqa vaqt beraman. Agar yoza olmasangiz, birgalikda yozib 6n heksaploid to'plamini o'rganamiz. Vaqt ketdi 22:30 da, demak, yozib bo'lishingiz kerak. Vaqt ketdi. Raqamdami? Hozir o'rgatdim-ku. Aynan mana buni yozishingiz kerak siz mana. Mana bu holatni yozishni bilishingiz kerak. 6 ta gameta hosil qildim-ku. 6 ta gameta hosil qildim. Mana shuni yozishingiz kerak. Mana bu holatga keltirib olishingiz kerak. 1 to'r 1 nisbat tetraploidda hosil bo'lgan bo'lsa, endi siz heksaploidda mana shu qanday o'zgaradi? Qanday nisbatda chiqadi? Mana uni topishingiz kerak. Mana uni yozishni bilishingiz kerak-da. Chunki 8n ni yozishingizda 6n ni bilmasangiz 8n ni umuman yoza olmaysiz. Vaqt ketdi. Dilnoza Haqqulova to'g'ri shunday, lekin yozishni siz avvaldan bilarkansizda. Juda tezlik bilan buni yozish mumkin emas. Oldin o'rgangansiz, bilarkansiz. 1,9,9 nisbatda chiqadi, to'g'ri. Shunday. 1,4, 1,5, 1,6. Ha, xuddi shunga o'xshash. 1,4, 1,5, 1,6. Faqat bu yerda endi siz 3 ta gen qatnashtirishingiz kerak. Masalan, 1, 4, 5. Ha? 1, 5, 6. 2, 4, 5,
2, 5, 6, a? Xuddi mana shu holatda, masalan, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6 mana shu kombinatsiya qilib chiqishingiz kerak har bittasini erinmasdan. Shunda tushunib yetasiz-da, qayerdan gameta hosil bo'layotganini, e, nimani hisobiga bu holat bo'lib qolganini keyin tushunib yetasiz demoqchiman. Shuning uchun o'zingiz yozing deyapman. 1991 to'g'ri. Yozing, yozing. 2 daqiqa qoldi. Qolganlar ham bilmaganlar o'rganing. Hop, 1 daqiqa qoldi. Hozir bittalab yozib chiqamiz. Demak, boshladik. To'g'ri yozganlar yaxshi. 124, 140, ketma-ketligi 1, 2, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 6 daftarga yozyapman. Xo'p. Yo, oddiy gameta usulida olib ko'rmaganman. Oddiy gameta olib ko'rmaganman hali. Xo'p, demak boshladik. Ketma-ketlikda yozishni boshlaymiz. Bilmaganlar o'rganib olasiz. Demak, ketdik. Alohida yozib olamiz genlarni kattaroq qilib. Boshladim. 20 ta gametani qanday hosil qilamiz? Xo'p, katta A, katta A, katta A, kichik A, kichik A, kichik A. Raqamlab olamiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi. Boshladim bo'lmasa. Xo'p, birinchi hosil qiladigan gametamiz demak 1, 2, uchinchilari bo'ladi, ya'ni katta A, katta A, katta A holatda. Ikkinchi gametamiz 4-chi, 5-chi va 6-chi genlar bo'ladi. Bular kichik A, kichik A, kichik A holatda. Har doim birinchi ikkita dominant, ikkita retsessivni yozib olsangiz, adashib qolmaysiz. Xo'p, ana endi 1 bilan 2 o'rtasida olishni boshlaymiz, ya'ni 3-chi gameta. 3-chi gametamiz 1, 2 va endi bu nima bo'ladi? To'r bo'ladi. 1da katta A dominant, 2da dominant gen va to'rda kichik A gen. Xo'p, endi 4-chi gametamiz. Xo'p, 1, 2, ana endi 5-chi gameta. 1da katta A, 2da katta A, 5da kichik A. 5-chi gametamiz.
Xo'p, endi 1, 2, 6 bo'ladi. 1, 2 va 6 bo'ladi. Bunda katta A, mana bunda kichik A bo'lib qoladi. Demak, 1, 2 ni olib bo'ldik biz jami gametasini, menimcha tugadi. Boshqa chiqmaydi bundan. Ana endi 1, 3 bilan olamiz. Demak, mana bu yerdan 6-gametaga keldik. 1, 3 va endi nima bo'ladi? 4 bo'ladi. 1da katta A, 3da katta A, 4da kichik A. 7-gameta 1, 3, 5 bo'ladi. Katta A, bunda kichik A bo'ladi. 8-gametamiz 1, 3 va 6 bo'ladi. 1, 3 va 6 bo'ladi. Katta A bundan, kichik A bundan. Demak, 1, 3 ni ham tugatib oldik. Ana endi 9-sidan boshlaymiz 2 ni. 2, hop, 3, 4. 2da katta A, 3da kichik. To'xtang. 3da katta A, 3da katta A, 4da kichik A. 10-gameta. Hop, 2, 3, 5. Katta A, kichik A. 10 ta gameta hosil bo'ldi. Ana endi 11-gameta. 2, 3 va 6 orasida bo'ladi. 2da katta A, hop, 3da katta A, 6da kichik A. 12-gameta. 12-gameta endi hop 2, 3 ni olib bo'lgan bo'lsak 2 to'r. 2 to'r qoldi. 2, 4, 5 bo'ladi. 2, 4, 5. Hop 2, 4, 5da 2da katta A, 4da kichik A, kichik A. 13-gameta. Demak, 2, 4, 6. Katta A 2da, kichik A bo'ladi. 14-gametamiz. Hop, endi 2, 5, 6 bo'ladi. Katta A, kichik A. 15-gametani olamiz. 15-gameta. Hop, 15-gametada 3, 4, 5 ga o'tamiz endi. 3, 4, 5. Bunda katta A, kichik A. Hop, 16-gameta 3, 4, 6 bo'ladi. Bunda katta A, bunda kichik A. 17-gametani olamiz. 17-gameta. Demak, 3, 4, 5 oldik, 3, 4, 6 ni oldik. Endi 3, 5, 6. 3, 5, 6. 3da katta A, 5da katta A, 6da katta A. 18-gameta. Mana endi 1, 2 ni olganmiz, 1, 3 ni olganmiz, 2, 3 ni, 3, 4 ni. Nima qoldi bizda? 1 to'r qoldi, 1 to'r. 1, to'r, 5. 1 to'r 5. Katta A, kichik A. 19-gameta demak. 1, to'r, 6. 1 to'r 6. 1da katta A, 4da kichik A, bunda kichik A. Va 20-gameta. 1, 5 va 6. Katta A, kichik A. Menimcha bundan boshqa ortiqcha chiqmaydi. Umumiy mana 20 ta gameta hosil qildik. Kombinatsiya yordamida. Endi bularni genotipik jihatdan nisbatlab olishimiz kerak. Demak, ketdik. Demak, bitta katta A gameta hosil bo'ladi. Endi ikkita dominant genga ega bo'lganlarni sanab chiqamiz. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ana bilan 9. Demak, 9 ta katta A, kichik A gameta. Ana endi bitta dominant genga egalarini sanashimiz kerak. Hop, bu yerda 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Demak, 9 ta umumiy, bitta dominant gen, ikkita retsessiv gen va oxirgisi mana bu bo'lib qoladi. Uchalasi ham retsessiv bitta, demak, kichik a, kichik a, kichik a gameti hosil bo'ladi. Endi tasavvur qiling, mana shu organizm o'zaro chatishtirilsa, ya'ni katta a, katta a, katta a, kichik a, kichik a, kichik a, trigeterozigot organizm bu. Katta a, katta a, katta a, kichik a, kichik a, kichik a holatda. Hop, bir tomon organizmdan gametlarni hosil qilib oldik. Bu holatda. Endi ikkinchi organizmdagi gametlarni o'zib olishimiz kerak. Demak, bitta katta a, katta a, katta a'dan, hop, 9 ta katta a, katta a, kichik a'dan, 9 ta katta a, kichik a, kichik a'dan va nima qo'yib olamiz? Va bitta kichik a, kichik a, kichik a holatda gametani oldik. Umumiy. Endi buni pendentdan foydalangan holatda yozishimiz kerak. Ruchkada chizish qiyin bo'lyapti. Hop, mana yozib oldik umumiy. Hop, endi bularni topib chiqishimiz kerak. Buni umumiy holatda o'zingiz yakunlab qo'yasiz. Bu yerda nisbatini yozib beraman sizga. 1 kara 1 bitta, 1 kara 9 9ta, 9 kara 1 9, 1 kara 1 1. 1 kara 9 9, 9 kara 9 81, 9 kara 9 81, 1 kara 9 9, 9 kara 1 9, 1 kara 1 1. 9 kara 9 81, bu ham 81, mana bu 1 kara 9 9. Hop, 9 kara 1 9, 9 kara 1 9, 1 kara 1 1. Bu yerda fenotipik nisbatni oladigan bo'lsak, umumiy mana bu bitta organizm 1 kara 1imiz retsessiv gen saqlaydi, qolgan hammasi dominant genga ega. Hech bo'lmaganda bitta bo'lsa ham dominant geni bor. Hop, fenotipik nisbatni topishimiz kerak. Demak, qarang. 1 plus 9 plus 9 plus 1. Mana bir tomon tepani olib bo'ldim. Endi pastdan. Plus 9 plus 81 plus yana bitta 81 plus 9. Ikkinchi qatorni ham yozib oldik. Uchinchi qator 9 plus 81 plus 81 plus 9 va plus pastiga 1 plus 9 plus 9. Umumiy yig'indi shunda yig'ib chiqadigan bo'lsak, nima chiqadi? Yig'ib chiqamiz. 1 plus 9 plus 9 plus 81 81 162 plus 18 plus yana 162 plus 10 plus 18 399 ta chiqar ekan. Demak, 399 ga bir nisbat chiqadi. Bu fenotipik nisbat hisoblanadi. Endi genotipik nisbatini o'zingiz mana buni yozgandan keyin topasiz. To'g'ri yozib chiqqaningizdan keyin topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, menimcha tushundingiz. Hexaploid poliploid forma yaratish mana shu holatda bo'ladi umumiy. Endi sizga vazifa bo'ladi. O'zingiz yozib ko'rasiz. Demak, 2n to'plamdan organizm, demak 8n oktaploid
oktaploid holatga o'tdi deb hisoblang. Ya'ni katta A, kichik a holatdan katta A, katta A, katta A, katta A, kichik a, kichik a, kichik a, kichik a holatga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ehtimollar nazariyasi bo'yicha hop 5 ko'paygan 6 ko'paygan 7 ko'paygan 8 pastda 1 ko'paygan 2 ko'paygan 3 ko'paygan 4 teng. Mana shu yerda demak ko'paytirib chiqsak 5 ko'paygan 6 ko'paygan 7 ko'paygan 8 1680 1680 pastda 2 3 6 6 kare 4 24. Buni bo'lamiz 24 ga. Demak jami bu yerda hosil bo'ladigan gameta soni 70 ta. Buni bitta katta list olasiz, alohida vaqt ajratib, miyani bir joyga qo'yib, yaxshi dam olib, keyin yozib chiqishingiz kerak adashmaslik uchun. Buni yozib qo'ying. May oyi imtihonida tushib qolish ehtimoli katta. Chunki dastlab 4n, keyin 6n, mana endi navbati keldi mana bu oktaploid to'plamni. Qisqacha bugungi mavzu mana shundan iborat. Tushungan bo'lsangiz, nimadir o'rgata olgan bo'lsam, bundan xursandman. Hozircha chatni yakunlaymiz.